Bu muolaja orqali ko'plab ayollarimiz dardlariga shifo topishyapti. Dardni yaratgan Alloh tabiatda uning shifosini ham yaratgan. Biror kasallikka chalinganda davolashda birinchi navbatda tabiiy usullardan foydalanishni to'g'ri deb bilaman. Hozirgi kunda ayollarga xos kasalliklarning turi juda ham ko'payib bormoqda. Bulardan tuxumdonlar erta qarishi, matka pushiniya, klinik voqli boshlanishi, har xil shamollashlar hisobiga yoki ko'p tuqqan ayollarda qon devorlarini kengayishi, besabab bepushtliklar, follikulalarning yetilmasligi yoki yorilmasligi, endometriy qavatning yaxshi o'smasligi yoki juda ham qalin o'sib ketishi va shunga o'xshash muammolarni tez-tez eshitamiz. Tajribamdan kelib chiqib, men bularning barchasiga tabiiy va xavfsiz yechim bo'lgan va mutlaq og'riqsiz bo'lgan vaginal zuluk muolajasini tavsiya qilaman. Bu muolaja orqali ko'plab ayollarimiz dardlariga shifo topishyapti. Bizning Hajjomadil klinikamizda eng malakali mutaxassislar ushbu muolajani amalga oshirishadi. Mijozlarimizdan kelgan otsiflarni esa aktual papkaga o'tib ko'rishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, har qanday muolaja uchun oldindan yozdirib, o'z vaqtida kelishingizni so'raymiz.